Ona bola qo'y ishqibozlariga mana bunaqa arashan paroda zo'rlardan yetib kelibdi. Video o'tkazilmasa oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladigan umidamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimizda ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Aka-ukalar, Xudo xolasa bugun video syomkalarimizni biz sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepako'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kunimizga 16-mart dushanba 2026-yil. Hammaga boshlagan kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin deya o'zimizni qo'shnimiz Abduqodir akamni uylaridan video syomkalarni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum Murodjon. Yaxshimisiz? Zo'msiz, yaxshi oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa bugun chiroyli qo'ylardan qo'yib kanalingizga mayli qo'yib beramiz Murodjon. Hop. Hop, 3 partiya qo'y chiqaramiz. Aha, 3 partiya. Ha, 2 partiya ona bola, 1 partiya to'xli zo'r hisor qo'z sog'liqlarimiz bor. Xudo xolasa zo'r bo'ladi narxlar. Manfaatli video bo'ladi. Kimga yoqsa like bosib, chiroyli qo'llab-quvvatlab tursa, ilojini boricha Chiqib turasiz kanalga. Kanalga qo'ylardan arzon qilib qo'yib, xudo xolasa hafta davomida qo'yib, bir hikmatda qo'yib turamiz. Bo'ldi. Birinchi partiyamizga 2 bosh ekan, Xudo xolasa. Bollari mana turdona ekan bu yerda. Xudo xolasa bollari Ikkalasini ham qo'chqor bolalar. ikkalasi ham qo'chqor ekan. Sal uzoqdan video qilyapman. Xo'p, yaqinroq borsak, qo'ylar qochib ketib qolyapti, turib, hurmatli obunachilar. Xo'p, sekin-sekin bu ma'lumotni beraveramiz. Xo'p, yoshlari qanaqa buni? Yoshlari 6 dan. Yoshlari 6 dan ekan, hurmatli obunachilar. Bollari ham qo'y bo'lib qolgan ekan-a? Xudo xolasa qo'chqorlar bolalar kichinasini ham qarang yuzini. Bu ikkalasi ham kelishgan bolalari. Hammasi zo'r. Mana bollar, bolasini qizg'anyapti jonivor. Yuzlari ham haqiqiy tiniq mana, Xudo xolasa mana. Jonivor, mashalloh mana. Chiroyli. Havas qilib bitta like bosib qo'ysa, Xudo xolasa narxlar juda arzon bo'ladi. Qo'ldan kelsa sizlarga yordam beramiz. Haligisida umuman Muammosi yo'q ishlarda. Bitishi hamma zo'r kelishgan. Dumbadan ekan, Xudo xolasa. O'zi so'raydi ham variantdan ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, tichlari nechadan dedingiz buni? 6 dan. 6 dan ekan, 6 dan ekan. Xudo xolasa bo'ylarini nechaga beramiz buni? Bo'ylar 80 ga olishaversin, biroq. Bo'ylari 80 ga. 80 bemalol, Xudo xolasa 80, onalar bo'yi 80 chiqaveradi. Onlarning bo'yi 80 chiqar ekan, bemalol, Xudo xolasa. Xo'p, kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga lakaslar tashlab berasiz. Telegram, WhatsApp orqali gaplashishni qo'yilgan nomerda bor. Hozir ekranga qo'yadigan nomerga Telegram ham WhatsApp ham lakaslar tashlab beramiz. Usta kelib olsa yana ham yaxshi bo'ladi. Qo'yni o'z tepasida ko'rib, qo'ylardan assortiment ko'p. Yakka qo'y deyishadimi, ona bola deyishadimi, to'xlulari bor. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Topib beraverasiz. Bo'ldi. Qo'yimiz ko'p. Xudo xolasa kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga lakaslar tashlab berilar ekan. Pastdan nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Bizni chetdan kuzatayotgan aka-ukalar bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa sizlarni ishlaringni bitirib beradilar. Xo'p, Xudo xolasa dastavkalar qayergacha uyushtirib beramiz endi? Xo'p, dastavkasi Murodjon, vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib beramiz. Aha. Bunaqacha deb o'ylashmasin, telefon qilishaversin, kelishilgan holda. Kelishgan holatda. Voha tomonlarga ham dastavka. 12 ta viloyatga bor. Bor. 12 ta viloyatga bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana qo'zlar ham chiroyli, qo'y bo'lib qolgan, katta-katta, Xudo xolasa. Xo'p, endi buni qiziq joyi narxida. Narxiga o'tiramiz. Xayoldan qochgan biron bir gaplar bo'lsa, telefon qilishaveradi. Shunga qarab siz ma'lumotni berasiz. Buni endi kelishtirib bizga necha puldan qilib berasiz biz obunachilarga? Xo'p, Murodjon, bularni ikkalasi bir joyga bo'lsa, Aha. 8,5 dan ozginadan xayrini ham qilib chiqarib beramiz. 8 Bittasini olaman deb nima qilsa, unga qarab kelishamiz. Plus minusi pashti yo'q ammo endi bittasiga qaysinidir biriga deb telefon qilsa, unga kelishamiz unga. telefon qilgan odamga, xo'p, jupini olgan odamga 8,5 million so'mdan deyaptilar. 8,5 million O'tib bergan joyi bor ekan jupiga, hurmatli obunachilar. Endi xayriga biz aytgan bo'lmaydi-yu, To'g'ri. hech xayriga deganda endi buni ustidan donasi va buncha so'mdan qilib masa, ikkalasini chiqqan so'mmasidan oz-moz xayr qilib o'tib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa telefon qurasizlar, xayriga, xayr sunnatiga o'tib berar ekanlar. Xudo xolasa tanlab olganga o'zlaring talash tortish olarasizlar, kelishaverasizlar, Xudo xolasa. Telefon qo'yaverasizlar bemalol. Xo'p, keyingi partiyaga o'taveramizmi? Keyingi partiyaga o'tamiz. Keyingi partiyaga dinalik Xudo xolasa zotdor ona bola bor, bolasi o'g'il, juda shuncha arashab qo'yib chiqarib beramiz. Bo'ldi. Bizda endi akalar keyingi partiya bizni kuzatishda davom etasizlar. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga haqiqiy zo'rayagan, zo'rni boqaman dedingizmi? Mana Xudo xolasa sekin ma'lumotini beraveramiz. Buni bolasi nima ekan buni? Xo'p. Murodjon, buni bolasi Sog'liq. Sog'liq, aha. Onasi 4 yosh. Onasi 4 yosh ekan-a? Yosh Xudo xolasa. Yigitchlari 4-chisini ham endi to'ldiryapti. Hali jak 4-chisida 6 harakat qilayotgan 4 emas. 2dan ham 4 ga o'tdi. mana haqiqiy yosh variant ekan. Hurmatli obunachilar, mana yaqindan ko'rsatyapman. To'ni haqiqiy
simjun ekan mana. Quyoshga to'lmagan mana. Yeb ichlarda umuman girama muammosi yo'q ekan. Muammosi yo'q. Bolasi ham boshqasida. Bolasi ham eti zo'r, xudo xolisa. bolasi ham xudo xolsa Qizlari ham, dumba kelishlari ham hamma yo'q, cho't kichikdan bolasiga ham. ko'paysin ekan bolasi ham. Ha, bolasi. Mana garbonoson jo'shirayli. Quloq boshlari ham but-butun ekanmi? Quloqlar ham but-butun ekan. Hurmatli obunachilar, xudo xolsa. Mana zo'r variant ekan. Orqasi ham osilib ketmagan, dumba ekan. Bachkan emas. Juda chiroyli. Zo'rni boqaman dedingiz, mana haqiqiy zo'r. Xo'p, dastavkalarda ham o'sha. Ha, dastlabki xolisa bor. Dastavkalar o'sha Toshkentgacha Bo'ylab Toshkentgacha besplatno undan yog'i kelishilgan hol. uyushtirib berasiz. Qo'yni oldilarini ham ko'rsating Orqalari, Tushlari ham, kengligi ham hamma yo'q zo'r. tushlik aytib berasiz, tushlari ham haqiqiy qo'chqor tushidan ekan mana. Mana yuzlari ham haqiqiy tiniq ekan mana. Xo'p, 4 ishga endi o'tyapti dedingiz-a buni? 4 ishga o'tdi. 4 ishga mana endi o'tibdi ekan. Hurmatli obunachilar. Xo'p, haqiqiy yoshi ekan, bolasi ham qo'y bo'lib o'ziga yetib olibdi onasiga mana. Hurmatli obunachilar. Xudo xolisa yeb ishda muammosi yo'q umuman. Xo'p, bo'ybasi nechaga beramiz buni? Bo'yi 80 plyusga olishaversin 85 atrofida. 85 atrofida ekan. Hurmatli 80 obunachilar. plyusga olishaversin borganda xursand bo'lishadi. Baribir 85 plyus deb 85 ga o'zi chiqsa yolg'onchi bo'lib qolmaydi. Xo'p, mabodo so'rashsa takror video qilib berasizmi o'lchab bo'ylarni? Bo'yni o'lchab video qilib beraveramiz. Realni olaman degan aka-ukalar aloqa chiqarasizlar. Realni olaman deganlarga takror video qilib beraverganlar. Mana, xudo xolasa qo'ydi haqiqiy zo'r, qo'y kichkina emas. Tepasida kelib ko'rsalaring haqiqiy ishqa o'zib qolasizlar, yonib. Xo'p, buni narxiga o'tamiz endi. Buni necha narxi Murodjon, olaman deb telefon qilishsa, endi buni oxirini aytamiz, o'tib bermaydigan qilib 11 million 500 mingga vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatno dastavka bilan chiqarib beramiz. 11 million yog'i kelishilgan holda qilamiz. 11 million 500 mingga hurmatli obunachilar, xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi ichida o'zlari yetkazib olib borib berar ekanlar, xudo xolasa. Buni bo'ldigan dedingiz-a buni? Bo'ladigan. Bo'ldigan narxi ekan. Realni olaman degan aka-ukalar aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Bundan keyingi partiyalarimiz to'g'rilar dedingizmi? To'g'rilarimiz bo'ladi ham chiqaramiz. Bo'ldi. Bundan keyingi partiyalar to'g'ri ekan. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Keyingi partiyaga o'taramizmi? Bo'ldi. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiya. So'nggi partiyaga mana bunaqa sor variantlar ekan. O'zi to'laydigan variantlar ekan. Mana oxirigacha ko'rib turasizlar. Buni sekin-sekin buni ma'lumotini beramiz. Xo'p, bizda so'nggi partiya bu, ha? So'nggi partiya. Bu yer nechta dona soni? Soni 7 dona. 7 bosh ekan hurmatli obunachilar. Hammasi to'qli variantida. Hammasi to'qli ekan. Hali qo'zi ekan mana hurmatli obunachilar. Qo'zi uchun tuklashni boshladi Murodjon. Tuklashni boshlabdi, sim uchun. Ha, boshidan orqasidan to'kishni boshladi. Mana yuzlarga e'tibor berasizlar, yuzlari ham haqiqiy. Mana buni qaranglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy sifati ham chiroyli ekan mana, yuzlari ham sornasi ekan haqiqiy qo'ylar mana. Bitta arashan parodasidan bor ekan hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'rib turasizlar, mana chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, buni necha oylikka beramiz buni? Bularning yosh oyligi 11 oy, 10 oy atrofida. 11-10 oylik atrofida. 10 oy, 11 oy. Bo'g'ozlar qanaqa buni? Yo'q, bo'g'oziga bir narsa deya olamiz. Bu nimagaki biz o'zimiz qo'chqor qo'shmaganmiz. Endi bizgacha qo'chqor bilan yurgan bo'lib qochib qolgan bo'lsa, yana bilmaymiz. Ha, unisini bilmaysiz, noma'lum. Mana shu narsaga olishaversin buni. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar. Ya bo'g'oz yo qisir deb ayta olamiz bularni. Bo'g'oz qisirligi noma'lum ekan. Hop. Qo'y mana shu shu ekan. Xudo xolasa olaverasizlar. Mana kimga yoqsa bitta ikkita ham sotaveramiz ichidan bemalol. Ha, tanlab olishaveradi. Mana shu qo'ylardan ko'ra quloqlari ham butun uzun hammasiniki mehnat. Otacha qilgan bo'ldi. Qo'zi jundan mana endi to'kilib, haqiqiy mana bunaqa simjun. Simjun ekan haqiqiy mana. Dumbalari ham osilib ketmagan tik dumba. Juda chiroyli ekan. Mana bunisi lekin haqiqiy zo'r narsa ekan. Hurmatli obunachilar. Mana dumbasi ham tik dumba, haqiqiy sor ekan mana. Hurmatli obunachilar mana yuziga deb berasizlar. Yuzlari ham chiroyli. Yana tarashan paroda bor ekan. Xo'p, yeb ichishdan umuman aybi nuqsoni yo'q. Aybi nuqsoni yo'q, yeb ichishdan muammosi yo'q. Bemalol bir hafta sanab olishaveradi. Yeb ichishni sinab keyin pul sanashaveradi. Bir hafta bemalol hurmatli obunachilar sinab olar ekansizlar. Et boshi yaxshi. Xudo xolasa zo'r ekan. Bo'y pasti nechaga beramiz bularni? 80 ga olishaversin Murodjon. 80 ga bemalol chiqaveradi. 80 ga olar ekansizlar hurmatli obunachilar. 80 atrofida. 75 plyus deylik. 75 plyus. 75 plyus deylik. O 80 79 chiqsa ham 80 bo'lib yolg'onchi bo'lmaylik.
75 plus qo'yar ekansizlar hurmatli obunachilar. Bo'ylari mana haqiqiy qo'ydi. Yuzlarini mana sizlarga ko'rsatib beraman. Yuzlari ham chiroyli. Hamma yo'g'i joyida. Xudo xolasa kasal yo'q. Bemalol xudo xolasa bir hafta yedirib ichirib sinab ko'rasizlar. Xo'p, endi buni qiziq joyi, endi buni narxida. Buni narxiga o'tiramiz. Xudo xolasa arzon qilib chiqarib beramiz Murodjon narxini. Hammasini bir joyga olgan odamga narxini aytaverasiz. Bir joyga deyilsa Murodjon telefon qilib 4 million 800 ming so'mdan. 4 million 800 ming so'm. Bo'ylab Toshkentgacha besplatno dastavkasi. Endi ichidan bitta ikkita tanlab olaman desa unga kelishamiz. Kelishib olasiz o'zingiz, ha? Kelishmingiz bor ekan, hurmatli bemalol telefon qo'ragansizlar. Xudo xolasa telefon qilgan odamdir. Ishlarini 800 mingdan minusi ham bor ichida. Pilusi bor. Minusini ikkita qo'yib bor, xolos uning ichida nandaqlaramiz. Plus minusi bor. Tanlash Minusi bor. Tanlashlariga qarab chiqartirib beramiz. bo'ldi. Maqsad sotish, hurmatli obunachilar. Bemalol telefon qurasizlar. Telefon qilgan odamni ishlarini bitirib beradilar, xudo xolasa. Xo'p, qo'ydi bir yurgizaylik. Yurishtirishlarni ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Haqiqatan Qo'shlar ham kelgan o'ziga yarashgan. Bu yoshda to'g'nadi haqiqatan. Zo'r bo'ladi ekan. Bir qo'ra, xudo xolasa olib tashab qo'yinglar, xudo xolasa. Keyingi yiliga yana o'zidan ko'payib. Xo'p, bugunga oxirgi so'nggi partiya dedingiz-a buni? So'nggi partiya Murodjon telefon qilishaversin. Yakka qo'yimiz ham bor, boladan ajragan. Yana ona bolani qora variantlari ham bor. Telefon qilib so'rasizlar. Qo'ydi soni serob. Qo'y soni serob. Video qilib yana отдельно tashlab ham berilaveradi. Realni olaman degan aka-ukalar bemalol aloqa ochib qo'yasizlar. Pastda nimalarda Telegram, WhatsApplar bor. Olaman degan odamlarga qo'ydi. Hamma turidan bor ekan. Video qilib bo'y basini o'lchab, tishlarini ko'rsatib, o'zlari chiroyli qilib video qilib berar ekanlar. So'nggi partiyamiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiya ekan. Ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Hamma chorasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr. Niyat qilganlar bittadan like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar.